Dunyo bolalari bugunga qadar bunchalik baxtsiz bo'lishmagan. Biz nafaqat o'spirin yoshdagi bolalarimizni, balki yosh go'daklarimizni ham qo'llariga telefon berib, ularni uzoq muddat ekran oldida ushlab, ularni miyasini zararlamoqdamiz. Onalar o'zlariga qisqa muddatli tinchlikni sotib olaman deb, bolalarimizning potensiallarini o'ldirishmoqda. Ular shu qadar baxtsizki, lekin ular bu baxtsizlikdan chiqish yo'llarini bilmaydilar. Ularga yo'l ko'rsatishimiz kerak. Shu sababli ham yosh bolalari bor bo'lgan ota-onalardan iltimos qilgan bo'lardik. Ularni bu qaramlikdan qutqaring. Ularni ekranlardan uzoqlashtiring. Bu millatni qutqarishda, kelajakni tarbiyalashda bizga yordam bering. Hattoki bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, barcha yaqinlaringizga ulashing. Qadimda ulamolarimiz shunchalik tabiati sof bo'lganki, retseptorlarni sof saqlashganki, masalan, Imom Buxoriy hazratlari oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish uchun, missiyalariga erishish uchun tabiiy stimulyatordan chiqqan dopamindan ham ruhlana olgan, harakatlana olgan, hattoki uzoq kilometr masofalarni bosib, bitta hadis uchun bosib o'ta olgan. Bizcha hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda bitta qo'limiz tegib ketsa chiqib keladigan hadislarni, ma'lumotlarni o'qishga o'zimizda kuch topa olmaymiz. Agar biz yoshlarimizni qutqarmasak, ularni virtual olam qaramligidan qutqara olmasak, biz kutgan kelajak hech qachon kelmaydi. Bu millatni qutqara olmaymiz. Bunda bizga yordam berishingizni iltimos qilamiz.